Hammaga salom. Bugun yana sizlarga ham полезный hamda ozgina premium bo'lgan mahsulotni ko'rsataman. Bu esa Salerno firmasi italyanskiy asnovada qilingan yogurtlar. Bittasi 5 zlakov, bittasi malinali. Narxi 45 ming so'mdan. Bular qayerdadir sotiladimi yo'qmi, hech qayerda yo'q menimcha, lekin Instagram sahifasi va Telegram botlari bor. Hozir endi sizlar bilan gap ko'ramiz. Tak, birinchisi malinali. Mana ko'rinish mana shunaqa. Bismillahirrohmanirrohim. Vau. Umuman boshqa yogurtlardan вообще farqi bor. Yana bitta yeb ko'ring. Mazasiga gap yo'q. Вот, bilinadi-yu, men o'zi yeb ko'rganimda qanaqa emotsiyada etishim yaxshi bo'ladi deyman, de normalniroq. Так unchalik tovarlandi, lekin men buni yeb ko'rdim, mazasi prям og'izda qoladigan qanaqadir umuman yesel irib ketadi o'zida. O'zi shunaqa yogurt eriydi, конечно. Hozir ikkinchisini yeb ko'ramiz. Keyingisi mana 5 zlakov. Buni ko'rinishi mana bunaqa, oq, bejevый, shunaqa. Men rosa ham mashaqali imina bug'doyli yogurtni laktelikini oldin rosa ichardim. No, hozir menimcha yo kamayib ketdi, yo men ko'rmayapman, makroda bo'lardi oldin. Endi buni yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Вау. Это что-то с чем-то. Yana bitta yeb ko'raman. To'g'risini aytaman, menga mazasi prям от души yoqdi. Bilmadim, oddiy nimalarda, yogurtlarda farqi bor-da. Qanaqa farqi borligini men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Обязательно yo yeb ko'rishinglar kerak, olib ko'rishinglar kerak. No, o'zinglarni o'z xohishinglarga binoan yeb ko'rsanglar bo'ladi, lekin majburlamayman hech qanaqa reklama yoki nimadir aytayotganim yo'q. Menga haqiqatan yoqdi. Bilinib turibdi, что bu полезный mahsulotlar. Albatta menga подписка tashlab qo'yinglar. Bye bye.